Agar Farg'onada dong'i ketgan restoran shu bo'lsa, bilmadim endi. Men so'ragan projarkani ancha pastga berishga. Rukovani yaxshilab tozalashmaganman. Farg'onada steyklarni yorib yoradigan, xosperda qiladigan, fermentirованный go'sht ishlatadigan traktir degan restoran bor ekan. Yeb ko'ramiz steykini. Haqiqatan shunchalik zo'rmi yoki bilmadim. Bu Farg'onadagi eng zo'r restoranning menyusi ekan. Faylmi? Faylda. To'g'risini aytsam, men maza qilib salat yeyman dedim, lekin o'xshamadi. Itak. Buratani va sirlarni bular o'zligi qilishar ekan, bu plyus. Lekin buratani ichi sal pustoyroq, rukovani yaxshilab tozalashmaganman o'ziga ko'rgandek. Endi Sezarga keladigan bo'lsak, Sezarga parmezan sir ishlatish kerak, boshqa sir ishlatish kerak emas, chunki sechtaniyasi bo'lmaydi. Sousi yomon emas, tovug'i sal quruqroq. Borsh ichayotgan yillardacha bitta maslahat, ozgina uksus so'rarsanglar bomba bo'ladi. Borshga bitta alohida like. Xo'sh, steykga keladigan bo'lsak, mana bu plyonkani yaxshilab tozalagan ma'qul go'shtdan bu bir. Ikkinchidan go'shtligini fermentirованный deyishdi, lekin men to'g'risi fermentirованныйga o'xshatmadim, yoki fermentatsiya juda ham kam vaqtda bo'lgan. Men projarkani medium wellga переходящийsini so'ragan edim, bu medium rare. То есть men so'ragan projarkani ancha pastga berishga. Lekin steyk yumshoq, yomon emas. Bulchkani o'zligi qilishar ekan, bulchkaligi vkusniy. Men sousni ozgina almashtirgan bo'lardim. Kotleta go'shtdan qilingani bilinyapti, lekin slishqam ichida yog'i ko'p, charbasi ko'p. Kartoshka free, ana uyda onalarimiz maktabdan qaytganda qilib beradigan frilar bor-ku, yog'liqqa shunaqa ekan. Bitta roll zakaz qildik. Balularning qalinligi normalniy, средний. Lekin guruchi sal tezroq tuyuldi. No, neplохо. Shuncha yegan narsamizda 782 ming so'm bo'ldi. Bilasizlarmi? В принципе, bunaqa ovqat uchun menimcha bu narx qimmat emas. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar. Endi men fikrimga keladigan bo'lsak, juda ko'pchilik bu restoranni maqtashdi, keling deyishdi. Men keldim va bitta narsa yaxshi ekan, bu yerda faqat atmosfera. Ikkinchi marta umuman kelmagan bo'lardim. Birinchidan, Zuhriddin ismli ofitsiantam молодец ekan. Qolgan hamma narsa uzr. Menejer oldimga kelib fikr so'rayapti. Men fikrimni aytibman, telefon bo'lyapti. Hozir deb dalsha ketyapti, telefonda gaplashyapti. Qaytib kelyapti. Mayli dedim. Yana tushuntirishga harakat qilaman, kamchiliklarni men o'zimning fikrimni ikkinchi marta zvonok bo'lyapti-da, yana to'xtab turing deb ketib qolyapti. Kechirasizlar-yu, agar meni fikrim umuman qiziq bo'lmasa, bir tiyinga ilmaydigan bo'lsanglar, yonimga kelib so'ramanglar fikrini. Qolgan xulosani o'zingizlar qilasizlar. Podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasa, nima deb o'ylaysizlar? Boshqa viloyatlarga ham borib endi restoranlarni obzor qilaymi ekan? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Podpiska, like, pisachmi.